Keyingi savol eng ko'p aytiladigan masala, endi buni ochiq aytish kerak. Ko'chada shunaqa gap yuradiki, Argosda masala yo'q, testdan o'tish haqqoniy. Lekin ikkinchi jarayon bor. Bizda xizmatga kirishda suhbat jarayonida baribir o'ta olmaysan degan tushuncha bor-da. Misol uchun men o'zim guvohi bo'lmaganman, lekin ko'chada shunaqa gap yuradi. Ko'pchilik aytadi, lekin keyin men ularga savol beraman. O'zing shu ishni qilib ko'rganmisan? Borib ko'rdingmi? Yo men eshitganman. Shunaqa dedi gap. Endi men bermoqchi bo'lgan savol shundan iboratki, o'zi misol uchun shaffof o'tadi bilamiz, test tak bo'lishini YouTube'da translyatsiya qilinib, o'tgandan keyin suhbatda misol uchun tasavvur qilaylik, men bordim, ya'ni menga bitta yana talabgor bordi, men undan yaxshiroq javob berdim deb hisobladim o'zimga. Lekin meni o'tkazishmadi. Uni qanaqa qilib qanaqa apellyatsiya jarayoni bo'ladimi? Qanday bo'ladi u tartibi? Yo sudga berish kerakmi, yo sizga shikoyat qilish kerakmi? Ko'pchilikda shunaqa savol bor-da. Ya'ni endi yaxshi gap borku, haq olinur, berilmas deyishadi. Endi indamay ketavergan bilan masala hal bo'lmaydi-da. U qanaqadir yuridik tomoni qanday bo'ladi? Shuni tushuntirsangiz. Rahmat. Suhbat jarayonimiz ham mana haqiqatan testda e'tirof etdingiz. Test jarayonlari onlayn translyatsiya qilinadi, Face ID yana ekranda o'zi yozadi va undan tashqari Respublika situatsiya markaziga yana bitta kamera to'g'ri kuzatib boriladi va har qanday noxush aralashishlar, holatlar kuzatib boriladi, baholab boriladi. Bu masalada hech qanday masalamiz qolmagan. Suhbat jarayonida haqiqatan komission tartibda inson omili bor hozir. Lekin unga bitta narsa qo'yilgan, suhbatda savollar random programmasi orqali, ya'ni savollarni kompyuter tizimi o'zi generatsiya qilib beradi. Endi siz aytgandek holatlar aniqlangan bizda ham. Aynan o'zimizga murojaat qilgan holatda aniqlanib, o'sha ekspertlar ishtirokida yana bir ko'rib chiqib, haqiqatan nomzod shikoyat qilgan nomzod yaxshiroq javob berganlik holati aniqlanib turib, tanlovda natijasini bekor qilib, o'sha nomzodni g'olib deb topgan holatimiz ham bor. Bunday holat menimcha ikkita holatda bo'ldi. Uchta lavozim bo'yicha bo'ldi. Mana shunday holatlar bo'ladi. Bu endi agar hisoblab ko'rsangiz, boyaga o'qidim 6798 nafar dedim, shuning ichida ikkita bu juda yaxshi ko'rsatkich. To'g'ri, endi sizga shunda kimga murojaat qilish kerak? Sizga murojaat Argosga, o'sha paytda o'zi murojaat qilsa bo'ladi, keyinchalik ham murojaat qilsa bo'ladi. Haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Bizlarda bitta narsa bor, to'g'ri. Kadrlar bo'yicha ishlovchi mas'ullar bor, kadroviklar deymiz. Lavozimni tanlovga chiqarib qo'yib, kutib o'tirma, kimdir keladi deb turib, headhunting qil, ya'ni yaxshi boshlarni ovla, ya'ni aqlli boshlarni ovla deymiz. Ya'ni yaxshi nomzodlar topdi, topshir deb aytdingiz. O'zing ham ishla deymiz. Lekin o'zi topshirgandan keyin ichkaridagi jarayon endi senga bog'liq bo'lmaydi. Bu yerda test ham senga bog'liq bo'lmaydi, suhbat jarayonlari yozib olinadi. Har bitta suhbat jarayoni to'liq yozib olinadi. Har bitta. Unda imkoniyat bor ekan. Va siz aytgandek ertaga har qanday shikoyat bo'lganda uni ko'tarib o'rganish holati bor va har qanday shikoyat bo'yicha agar haq bo'lsa qanoatlantirishga imkoniyatimiz bor. Demak, bilimi bor odam qo'rqmasligi kerak, men buni qila olaman. Hech qanday qo'rqmasligi kerak. Amaliyotda shu narsalarni ko'ryapmiz, To'g'ri aka. Men endi o'zim xursand bo'lganman, ish beruvchi ham bo'lganman vaqtida. O'zim mustaqil ishga olganman. Lekin hozir bundan umuman boshqacha. Men hozir amaliyotda ko'ryapmiz, o'zi tashkilotdagi xodimni ko'tarmoqchi, rejalashtirib turibdi, suhbat jarayonida haqiqatan zo'r javob beryapti. Ko'chadan kelayotgan, boshqa umuman xususiy sektordan kelayotgan holat bu juda ham ko'p bo'ldi va o'zinikini qo'yib buni olayotgan holatlar ham bo'ldi. Amaliyotda juda ko'ryapti shuni. Bu odamni quvontiradi. Asosiy maqsadimiz ham shudir, ya'ni bilimli, iqtidorli, kelib chiqishdan qat'iy nazar hammaga teng imkoniyat yaratib, o'sha bilimli iqtidorlilarni davlat fuqarolik xizmatiga jalb etishni ta'minlashimiz kerak bo'ladi. O'zini hurmat qilgan rahbar o'zi yaxshi xodim bo'ladi-da o'zi. Chunki ertaga u ishlaydi, to'g'ri. Aslida, to'g'ri. Tushunib yetyapti o'zi. Rahbarlarimiz ham shuni tushunib yetyapti. Qo'ldan ish kelmaydigan odamni ishga olib turib, ertaga tashkilotda ham ishni orqaga tortadi, har xil tashkilotda muhit buziladi, sog'lom muhit buziladi va ishchanlik onasiga ta'sir etadi. Rahmat.